Come on, boys and girls, to the world of fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look what Hoy shirintoy bolalar, we have just qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'kchakda ular ishonar insonlarga. the shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. Just look what fun Aka-uka Grimm ertaklari. the journey to Tailland with our happy band. Etik kiygan mushuk birinchi qism. Bu qiziq voqea shunday boshlandi. Hech narsaga arzimaydigan eski tegirmon xo'jayini dunyodan ko'z yumdi. Uni 3 o'g'li bo'lib, otalaridan qolgan merosni bo'lishib olishmoqchi bo'lishibdi. To'ng'ich o'g'ilga tegirmon tegibdi. Chunki u otasini kasbini egallagandi. O'rtanchi o'g'ilga eshak tegibdi. Kenja o'g'ilga esa bor yo'g'i Mushuk. ha, mushuk. Ota shuni vasiyat qilgandi. Yana hech bo'lmasa biror narsa beringlar. Buni iloji yo'q edi. Chunki vasiyatnomada kenja o'g'limga oilamiz a'zosiday bo'lib qolgan mushukni meros qilib qoldiraman deb yozib qo'yilgan edi. Faqatgina mushukmi? Endi qo'lga tushlaringmi? Endi qochiq qutulib bo'psanlar. Tavba, mushukni boshim ko'ramanmi? Endi qanday qilib kun kechiraman? Shunga ham shukr qil. Axir otangni senga qoldiradigan boshqa hech narsasi yo'q edi. Muncha to'polon qilasan, sekinroq. Qulog'ingga gap kiradimi yo'qmi? Salom. Nima bo'ldi xo'jayin? Nega xafasiz? Ha, tushunarli. Demak, yana akalaringiz sizni boplab do'pposlashgan. O'zi ham rosaning jonsizda. Shuning uchun doim kaltak yeb yurasiz, o'y. Endi butun umr seni deb kayfiyatim yomon bo'lsa kerak. Nega? Sizga nima yomonlik qildim? Ha? To'g'ri, sen aybing yo'q. Masala otamning vasiyatida. Menga seni meros qilib qoldiribdilar. Meni? Sendan boshqa hech narsa tegmadi. Katta xo'jayin to'g'ri chiqibdilar. Chunki otangizga o'xshab faqat siz menga yaxshi munosabatda bo'lardingiz. Mana ko'rasiz, men sizga omad keltiraman. Hali otangizdan minnatdor bo'lasiz. Meni aytdi dersiz. Yaxshilab o'ylab ko'rishim kerak. Endi nima qilsam ekan? Katta xo'jayindan minnatdorman. Agar meni akalaringizdan biriga meros qilib qoldirganida, balki terimni shilib qo'lqop qilarmidi. Nima deysiz? Yomon fikr emas. Men ham teringni shilib qo'lqop tikib sotsammikin, ha? Yo'q, xo'jayin. Yaxshisi meni biroz erkalab, silab, siypalab qo'ysangiz bo'larmidi? Demak, sizga pul kerak, shundaymi? Buni ajablanarli yeri yo'q. Akalarim tegirmonni, eshikni olishdi. Endi farovon umr kechirishadi menga bo'lsa. Sizga faqat mushuk tegdi, shundaymi? Siz hali g'o'rsiz, tajribangiz ham yo'q. Akalaringizchalik hayotni tushunmaysiz. Qolaversa, kallangiz ham yaxshi ishlamaydi. Yo'qol. Demak, bu yerda qiladigan ishimiz yo'q. Keling, shaharga boramiz. Aslida odamlar zaif jonzotlardir. Pulsiz bir kun ham yashay olmaydilar. Shu ham ish bo'ldi-yu. Mana, meni olaylik. Bir kunda 3 ta sichqon bo'lsa bas. Bo'sh vaqtimni qiziqarli o'tkazishni bilaman. Sog'inish, zerikish degan hissiyotlarni umuman bilmayman.
Xo'jayin, shu pul dardini unuting. Mendan o'rnak olsangiz, g'am nimaligini bilmaysiz. Har kuni kuningiz bayram bo'ladi. Bunaqasi ketmaydi. Maslahating uchun rahmat. Bilasizmi, sizga ko'p narsa o'rgatishimga to'g'ri kelar ekan. Hali juda g'o'r ekansiz. Masalan, sichqon tutmoqchi bo'lsangiz, sezdirmay poylaysiz, keyin tappa Bas, ushlaysiz. yetar. Menga seni ahmoqona nasihatlaring kerak emas. Mana bu yoqqa kiraylik. Bu Edidozning ustaxonasi-ku. Nima shu yerda ishlab pul top demoqchimisan? Yo'q. Unda nega keldik? Boshmog'im hali yirtilmagan. Agar bitta boshmoq olguday bo'lsam, cho'ntagimda hech voqa qolmaydi-yu. Ha? Bundan chiqdi xo'jayin, pulingiz bor yo'g'i boshmoqqa yetar ekanda, shundaymi? Senga nima? To'xta deyapman. Qayoqqa ketyapsan, hey? Salom. Uzr, bezovta qildik. Menda ishlaring bormi? Iltimos, bizga boshmoq tikib bera olmaysizmi? Menga boshmoqni keragi yo'q. Jim turing, aralashmang, bu yog'ini menga qo'yib bering. Xo'sh, buyurtmani qabul qilasizmi? Pullaring bormi? Ko'rib turibsizki, menda xemiri ham yo'q. Lekin xo'jayinimda pul ko'p. To'g'ri aytyapmanmi? Xo'jayin, nima deysiz? Hey, uyga ketdik. Shuncha hazillashganimiz yetar. Qanaqa hazil? Jiddiy gapiryapman. Ey, agar maynavozchilik qilishga kelgan bo'lsalaring, yaxshi tuyoqlaringni shiqillatib qolinglar. Bo'lmasa bir umr o'zlaringdan pushaymon bo'lib yurasanlar. Ana ko'rdingizmi, xo'jayin nima qilib qo'ydingiz? Mana Edidozning ham jahlini chiqardingiz. Xo'sh. Unga ko'rsating. Nimani ko'rsatay? Tangalarni. Bo'lmasa hozir holimiz voy bo'ladi. Mana. Ko'rdingizmi? Aytuvdimki xo'jayimning puli ko'p deb. Siz bu pulga bitta boshmoq tikib bera olasizmi? Xo'sh, nima deysiz? Bitta boshmoq tikib bera olaman. Kattalar uchunmi? Bo'lmasamchi. Demak, menga boshmoq tiksangiz, kam teri ketadi. Uncha-muncha qoladi ham, to'g'rimi? Nima boshmoq sengami? Xuddi shunday. Uni nima qilasan? Nima qilardim? Kiyaman. Bilasizmi, Edidoz, yaxshisi menga boshmoq emas, Editga qoling, ha? Aytgancha, birorta shiraba bo'lsa ham bo'lmasdi, ha? Nima deysiz? Unday bo'lsa, ma'qul kelishdik. Yaxshi. Pulini hoziroq to'laymiz. Demak, boshmoq emas, Editkasiz. Ko'rgan odamni havasi keladigan darajada chiroyli bo'lsin. Quloq terisini eng yumshoq yeridan foydalaning. Rangi mayli qizil bo'lsin. Menga qarang, qo'yisham eshingizdan chiqmasin. Tushundingizmi? Ana endi hemirim ham qolmadi. Xo'jayin, ma'qulmi? Gap yo'q. Juda zo'r. To'g'risini aytsam, yoningda yurishga o'zimdan uyalyapman. Nima ham derdim. Rosa xursandman. Hozirgi vaqtda cho'ntakda pul bo'lmasa ham boshdan oyoq yasanib olsangiz bormi? Hamma sizni badavlat, zadogon deb o'ylaydi. Shunaqa. Gapirishing ham o'zgarib ketdi-ya. Umuman boshqacha odam bo'lib qolding. Iltimos, odam emas, mushuk deng. Hozirgi ahvolingga qarab, tegirmondagi mushugimga o'xshata olmay qoldim. Afsus, boshqa pulim qolmadi-da. Bo'lmasa senga yaxshi bir yopilg'ich olib berardim. Siz beg'araz, yaxshi odamsiz. Hamma pullaringizni qandaydir bir mushukka sarflab yubordingiz-a? Yana unga yopilg'ich olib bera olmaganingizdan xijolatdasiz. Agar yopilg'iching bo'lganida, graf saroyida xizmat qilyapman desang ham hamma ishongan bo'lardi. Shunda ham o'zimni graf xizmatdagidek his qilyapman. Ey, xo'jayin! Yo'q. Mumkinmi? Xizmatingizga tayyorman. Men ochman, yeyishga nima bor? Go'shtli taomlar, qovurilgan baliq, ko'nglingiz nima tusasa bor. Ishtaha ochib bordingiz. Nima qilmoqchisan? Nahotki tushunmagan bo'lsangiz, ovqatlanmoqchiman, ana shunaqa. Xo'sh, oshxonangizdagi eng yaxshi taomlardan keltiring. Qani bo'ling. Xo'p bo'ladi. Esing joyidami o'zi? Bo'lmasamchi?
Cho'ntagimda hech vaqt qolmaganidan xabaring bormi? Ha, bilaman. Ovqat haqini qanday to'laymiz axir? Buyog'ini menga qo'yib bering. Nima? Qorningni to'ydirib olib, qochib qolmoqchimisan? Nima? Siz men haqimda shunaqa fikrdamisiz? Unda tushuntir, nima qilamiz? Bilmadim. Biror yo'lini toparmiz. Mana, marhamat. Mamnun bo'lasizlar degan umiddaman. Olinglar, osh bo'lsin. Hidini ajoyibligini. Men nima ham qila olardim? Ovqatga qarang, xo'jayin. Buyog'ini o'ylamang. Och qolish birinchidan sog'liqqa zarar, ikkinchidan shunday ovqatni yemaslik gunoh. Bemalol ichavering, bir gap bo'lar. Nima bo'lsa bo'ldi. Boshga tushganni ko'z ko'radi. Lekin oqibati yaxshi bo'lmaydi. Mazali ekan. Polis dard ko'rmasin. La. Mana bu taom bizni dunyoga mashhur qilgan. Hidini qarang, nima bu? Bedana. Bilasizmi, hozirgina o'rmondan tutib keltirishdi. Bedana? Ha, bedana aqlli qush. Ularni tutish juda ham mushkul. Shu bois oxirgi vaqtda qirol dasturxonida bedana bo'lmayapti. Bedana qani? Senlarga necha marta aytdim, bedana opganlar edim. Lapashanglar, bitta ham tutolmabsanlar. Ertaga albatta bo'ladi. Har kuni ertaga deysanlar. Qilasiz bedanalar. Qayerdasizlar? Sizlarni sog'inib ketdim. Juda mazali. O'zi ham hil bo'lib ketdi-ya. Bu yil bedanalar juda ham semiz. Haqiqiy qirol taomi bo'pti. Qirolimiz bedanani juda yaxshi ko'radilar, ha? Qirolni yaxshi ko'rgan taomi? Xayr, xo'jayin, ko'rishguncha. Mushigiz qaytib kelib ovqat haqini to'lashiga ishonasizmi? Yetik kiygan mushuk oshxona egasidan bir qop bug'doy so'rab olib, ov qilgani o'rmonga ketibdi. Tegirmonchini kenja o'g'li esa uni kutib o'tiribdi.
shuncha og'ir. Miau. Hech kim yordamlashgisi ham kelmaydi-ya. Faqat qaqqayib turib tomosha qilishni bilishadi. Ularni kallasiga darvozani ochish ham kelmaydi. Serrayib turishlarini qaranglar. Soqchilar nima qilmoqchisizlar? Sog'amni olib kirishimga xalaqit bera olmaysizlar. Bu yerda daydi mushuklarga o'rin yo'q. Qani to'g'ri xaltangni ko'tarib jo'nab qolchi. Qayerga kelganingni bilasanmi o'zi? Qirol qasriga. Bu yerga kelishga qanday jur'at etding? Nima qildi? Bor yo'qol. Meni zudlik bilan ichkariga kiritib yuboringlar. Xo'sh, men qirolga sovg'a olib kelganman. Darvozani tezroq ochinglar. Sizlar bilan valaqlashga vaqtim yo'q. Buni kulgining joyi yo'q. Mushuk qirolga sovg'a olib kelganmish. Yana buyruq qilishi ortiqcha. Nega kulyapsizlar? Tushunmadim. Yo biror kulgili gap aytdimmi, a? Juda kulgili. Hozir senga yana ham kulgili narsa ko'rsataman. Mana bunday. Xo'sh, qalay? Kulgilimi? Afsus, qop qanot chiqarib uchib ketdi-ya. Tezroq qorangni o'chirmasang, o'zingni ham tashlavoramiz. Qopda nima borligini surishtirmay tashlab yubordilaring, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Bilishni ham istamaymiz. Bo'pti, juda soz. Hali bu qilmishlaringga javob berasizlar. Ey, to'xta, qayoqqa? Qirol huzuriga. Bo'lib o'tgan voqeani ularga aytaman. Xo'sh, nima deysan? Xo'jayinim sizga janob oliylari bedana berib yuborgandilar deyman. Bedana? Beparosat, miyasi yo'q soqchilaringiz surishtirmay netmay ularni pastga uloqtirib yuborishdi deyman. Nima dedi? Qopda bedanalar bormidi? Qopda 30 ta semiz bedana bor edi. Hazrati oliylari bedanani yaxshi ko'rishlarini sizlar ham bilasizlar. Agar qilgan ishlaringni eshitsalar, bilmadim nima qilar ekanlar. Menimcha, xollaringga maymunlar yig'laydi-ku. Tag'in mendan xafa bo'lib yurmanglar deyman-da. Zal deyapsan. Mushuklarga ishonib bo'lmaydi. Ozgina kutib turinglar. Kimning yolg'onchiligi ravshan bo'ladi. On hazrat vaziyatni aniqlash uchun odam yuboradi. O'shanda qopda nima borligini bilib olasiz. Agar aldagan men bo'lsam, zindonga men tushaman. To'g'ri gapirgan bo'lsam, sizlar kelishdingmi? Haqiqatan ham bedanalar bormidi? Javob ber. Yaxshisi tushib qopimni olib chiqinglar. Shunda gunohlaringdan o'taman. Tezroq bo'linglar. Miau. Rostini ayt, qopdagi bedanalarmi? Buncha ovsar bo'lmasalaring, bir gapni necha marta aytish mumkin, a? Yo, qirolning huzuriga boraveraymi? To'g'ri, kerak emas. Shoshmay tur. Sabr qil, iltimos. Qirol huzuriga kirmay tur. Bo'pti. Tez pastga tushib qopni olib chiqinglar. Qani tezroq, tezroq, tezroq bo'linglar. Qimirlanglar. Qimirlanglar. Voy! Bedanalar! Ularni kim olib keldi? Men janob oliylari. Qopni ichida ham semizliklari bilinib turibdi. Menimcha, sen badavlat bir zodagonga xizmat qilsang kerak. Xo'sh, bedanalarni kim yubordi? Kim? Men janob graf Friedrich von Sardelkining xizmatkoriman. Siz oliy hazratlari grafni arzimas sovg'alarini qabul qilsangiz, bag'oyat minnatdor bo'lishlarini tayinladilar. Graf doim xizmatingizga tayyorlar. Naqadar nazokatli murojaat. Oshpazni chorlang. Grafga samimiy minnatdorchiligimni izhor eting. Ularga oltin so'zlaringizni yetkazishim bilan graf hazratlarini qalbi g'ururga to'lib, siz uchun yana bedanalar yuborishlariga aminman. Men nihoyat xursand bo'ldim. Grafga ayting, unga oldindan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Oshpaz qayerga yo'qoldi?
Yordamingiz uchun rahmat. Biz albatta yana kelamiz. Sabrsizlik bilan kutaman, janob mushuk. Albatta keling. Aql bovar qilmaydi. Shohona tushlik qildik. Pulimiz ham ko'paydi. Yurishga qiynalyapsiz. Balki araba olarmiz. Qirol bergan aqchani sarflab nima qilamiz? Pulni asrashni keragi yo'q. Yana pul topmoqchi bo'lsangiz, aytganimni qilishingiz kerak. Graf. Graf? Ha, yaqinda qirol saroyiga boramiz. Men sizni Graf Friedrich von Sardelkin deb tanishtirdim. Nima? Meni graf dedingmi? Nima qilib qo'yding, ahmoq? Qirol hazrati oliylari bedana uchun minnatdorchiliklarni bildirib siz bilan tanishmoqchi. Bormayman. Agar grafmasligimni payqab qolsa, o'sha soqot kallamni tanamdan judo qiladi axir. Qo'rqmang, bu yog'ini menga qo'yib bering. Kallamni senga ishonib topshira olmayman. Men tegirmonchining o'g'liman. Men uringaning bilan graf bo'la olmayman-da. Men qirolga va'da berib qo'ydim. Nima? Va'da berib qo'yding? Ha, sizni u bilan tanishtirishga so'z berdim. Boshqa ilojim yo'q edi-da. Demak, ado bo'lman, hammasi tamom. Lekin qirol juda xursand bo'ldi. Bu kechda kallamdan ayrilishim aniq. Продюсер Коичи Мотохаси. Режиссерлар Хироши Саито, Сигеро Умачи, Кузуёши Йокота, Такайоси Судзуки, Жиро Саито, Фамио Киракава. Рассомлар Набиюко Хаджимота, Масари Ямамото, Акира Миядзаки, Набуя Ханай. Басtakor Hideo Shumazo. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek Telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzamurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Karomat Isomova, Farhod Abdullayev, G'aybulla Hojiyev, Fathulla Masudov, Abdug'ani Ro'ziyev, Behzod Muhammad Karimov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Satullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurillayev. The journey to tell